450 ming so'mga karcherimizni davleniyasini bir ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa karcherligini ham ko'rsatib o'taman. Ketdik mana. Bu kirlarni ketkazishini ko'ringlar. Mana. Uy sharoitida mashinalarni yuvishga bemalol bo'laman. Loylarni ham bemalol ketkazib beradi. Mana diskalarning o'rinlarini oling, mana. Ko'rishinglar mumkin. Cho'tga qilib ketkazib beradi kirlarni. Yarqiratib. 450 ming so'mga mana shunaqa hamda to'plab ursalaring ham bo'ladi bemalol. Yog'larni ham ketkazib bemalol. 450 ming so'mga shunaqa moshni karcherchani Polvon Gulistondan xarid qilishlar mumkin. Uzoqqa davleniyasini urishini ko'rsatib beraman, ko'rishinglar mumkin. Mana tepaga bemalol daraxt-baraqlarga dori sepsalaring ham bo'laveradi. Mana bozorni salqinlatamiz hozir bir. Mikroklimat bo'ladi. Nima deysizlar? 450 ming so'mga arzidimi yo'qmi? Kommentariyaga fikrlaringizni yozib ketinglar.